Va qaranglar, mani ichgin deyapti. Mani ich deyapti. Mana endi eksperiment o'tkazamiz. Bir stakan da ximichskiy отход chiqqanini o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Bir kunda 1 litrlab, 1,5 litrlab ichadigan insonlarni ichaginglarda shunaqa ximichskiy отход qilayotganini faraz ham qila olmaysizlar. Ichagingizda shuncha отход bo'lishi bilan sizlarda yallig'lanish boshlanadi. Hech qatingiz og'rimaydi. Bu narsa sizni sekin-sekin yallig'lanib, borib jigaringizga yog' yig'ilishi, ichinglarda, oshqozoningizda rak olib kelishi, qandli diabet, insult, infarkt va bu kasalliklarni hammasini olib keladigan sababi gazli ichimliklar bo'ladi. Hozir men faqat misolida ko'rsatdim. Men sizlarni tushunaman. Har kuni 1 litrlab ichgan inson bir deganda gazli ichimliklardan voz kecha olmaydi. Maslahatim sekin-sekinlik bilan kimdir tashashligi. Hozir iyun oyida pishiqchilik. Buni o'rniga sekin kompotlarga o'tishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, aziz yurtdoshlarim, bu videolarni ko'rib, Alloh bergan sog'lig'inglarni asrashinglarni xohlayman. Maqsadim sog'lom hayot tarzini targ'ib etish. Bu videoni bir kunda 1,5 litr gazli ichimliklar ichadigan do'stinglarga yuborib qo'ying. Opa rostdan shunaqa bo'lgan bunga. Xalq biladi-da buni foydasizligini, lekin bab ichadi. Hammaga insof bersin.